O'sha trenddagi mega shokoladli Matilda tortini eng oson usulda tayyorlashni ko'rsatib beraman. Mikser ishlashingiz umuman shart emas. Birinchi bo'lib idishimizga quruq mahsulotlar, un, shakar, kakao va razrixli solib aralashtiramiz. Keyin esa ketma-ketlikda 3 ta tuxum chaqib solamiz. Eritilgan sariyog' va o'simlik yog'i solamiz. Eng oxirida sut solib, venchikda yaxshilab aralashtiramiz. Bir xil silliq massa hosil bo'lguncha yaxshilab aralashtirib, pergament solingan patnisimizga 160 gradus 35 daqiqaga qo'yib pishirib olamiz. Duxovka oldindan qizigan bo'lishi shart. Pishib chiqqan korjimizni 2 ga bo'lib sovitishga olib qo'yamiz. Ko'rib turganingizdek qog'ozdan osongina ajraladi. Korjimiz sovigunga qadar kremini tayyorlab olamiz. 250 g eritilgan sariyog', sifatli kakao va zgushanniy molokoni solib yaxshilab aralashtiramiz. Qarabsizki, xohlagan pishiriqlaringizga ishlatsangiz bo'ladigan universal shokoladli krem tayyor. Sovigan korjimizga ko'p qilib kremlardan surib olamiz. Ikkinchi qavatini ham qo'yib, glazurimizning qolganini ham qo'yib chiqamiz. Ustini xohishga ko'ra maydalangan shokoladchalar bilan bezatib chiqamiz. Eng oson usuldagi Matilda torti tayyor. Albatta tayyorlab ko'rib, oila a'zolaringizni xursand qiling. Mazasi shunchalar zo'rki, sizga buni video orqali yetkazib bera olmayman. Albatta tayyorlab ko'rib, yanada ajoyib reseptlar uchun obuna bo'lishni unutmang.